Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, foydali kontentlarda, ya'ni bizga foyda beradigan videoroliklarni chiqarishni boshladik. Qo'llab-quvvatlashlik uchun bitta layk bosib qo'yinglar. Layk bosganlarda Alloh omadini bersin, farzandlarini rohatini ko'rib yashashlik nasib qilsin. Unda biz boshladik. Agar kimda ko'zida muammolar bo'lsa, ya'ni 50 dan keyin ochki toqishlikda boshlashgan bo'lsa, Germaniya mahsulotini tavsiya qilaman. O'ta ham sifatli mahsulot. Dunyoning qaysi chekkasidan bo'lishingizdan qat'iy nazar, menga aytsangiz, narxi va sifati buzilmagan holatda olishlik imkoni bor. Men sizni o'sha tomonga yo'naltirib yuboraman. Sizga o'sha joyda adresini beraman. Qayertaligingizni aytsangiz bo'ldi. Dunyoning qaysi chekkasidan bo'lishingizdan qat'iy nazar. Mahsulot haqida gapiradigan bo'lsam, mahsulot Germaniya mahsuloti, o'ta ham sifatli mahsulot. Uchun 40 gacha juda ham ko'pchilikda ko'zda muammo bo'lmaydi. 40 dan keyin boshlanadi. O'shaning uchun 40 deyapman. O'sha holatda ham 40 ga kirganda ko'zida muammosi yo'qmi? Bir kunda bir donadan ichib borishadi. Umrda oxirigacha, chunki bizda baribir mineral vitaminga muhtoj organizm. Xuddi bir kunda 2 mahal 3 mahal ovqatlanganimiz kabi bizni organizmlarimiz ham o'sha o'ziga kerakli bo'lgan ozuqasini talab qilib turadi. Biz agar uni bermasak, organizmimizda Alloh bergan zaxiralar bor, ya'ni soch, suyak, ana shu yerdan olib ishlatishni boshlaydi va u joyda kamaygandan keyin u zaxirada. Ana keyin biz yeganimizdan kirmayapti, zaxirada o'sha qolmagan, ana keyin ko'z nuri pastlashni boshlaydi. Ko'zimizda muammolar bo'lishligi boshlaydi. Bu bitta ikkita sabablari xolos va yana boshqa sabablari ham bor. O'shaning uchun aytyapman. Agar ko'zda muammosi yo'qlar bir kunda bir donadan ichadi, o'sha holatga borib qolmasligi uchun, ya'ni zaxirani kamayib va ochki toqishlikkacha borib qolmasligi uchun bir kunda bir donadan ichadi. Agar ko'zida muammosi borlar, unda ikkitadan ichadi. Ya'ni bittasi kundalik ehtiyoj uchun, ikkinchisi zaxirani to'ldirishlik uchun. Yana ham ko'proq, to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bemalol gaplashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Bitta layk bosib qo'yganlarda Alloh omadini bersin. Yaxshi kunda ko'rishaylik.